Ekranlıqı qədərli görünmənlər, yaxşımızlar. Sabah köy proqramımızın alayet sanı arqılıq sizlər bilan didarlaşqanlığımızın intayın xursamiz. Mən riyasətçi dostunlar Nazgül Tursuncan. Şinjan Sabah Mədəniyyət Taxtı çəkiş şirkəti alayet işləyən, şundaqla Şinjan Qaydo yeməklik çəkiş şirkəti tajdarlığını elib işləb kelyatqan Sabah köy proqramımız hər millət görünmənlər şundaqla dostlarımızın yaxşı bahasıga erişib kelyatıdı. Bu sən proqramımızda biz Sabah köy proqramımızın izcil qollab kelyatqan Şinjan Qaydo yeməklik çəkiş şirkəti bilan təfsili bir tanışıb baxmaqçı. Undaqda aldı bilan səhnimizin o'rnagan aziz mehmonlarimizni ko'pchilikka bir tanıştırıb o'tay. O'tirdigan bu yoq hammalarga tanışdıq, ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha hammalar naqshlarni yoqtirib anlab kelayotgan bizning sevimli san'atkorimiz Abdulla Abdurim apandi qarshi olamiz. Rahmat. Bu yoqdagi apandim bo'lsa hammalarga tanışdıq, ya'ni ailemizda ham dasturxonimizda oshxonamizda kam bo'lsa bo'lmaydigan ana shu qaydo mahsulotlarini to'xtamay yengilab ko'pchilikka sunib kelayotgan har millat iste'molchilarning yaxshi bahosiga erishgan shu qaydo mahsulotlarining qaydo shirkatining direktori Ablis apandim qarshi olamiz. Rahmat. Undaqda qaydodan iborat bu bir nam pomidor qiyamidan iborat hammalarninki osh tomoqlarimiz kam bo'lsa bo'lmaydigan shundaq bir xurush tetitqular bilan oilamizga singib kirgandi. Mana hozir nurg'unlagan mahsulotlar bilan har qaysi chavshilar, ya'ni talla bozorlari hamda har xil oshxonalar, tez tomoqxonalar hamma joyda qaraydigan bo'lsak, qaydoning tetitqulari bo'lsin, pomidor qiyami, loz qiyami degandek xilma-xil mahsulotlarni ko'rib turibmiz. Demak, bir shirkatning qurilib, birinchi-yili, ikkinchi-yili shu tariqada 15 yilga qadam qo'yish jarayonida nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni besib o'tadi. 15 yilga qadam qo'ydi deganlikning o'zi haqiqatan har millat xalqining ishonchisiga erishdi degan gap. Shunga mana shunday sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, har millat xalq ommasining, har millat iste'molchilarining yoqtirishiga erishishiga to'kib qo'shgan Abduz apandi boshchiligidagi barliq qaydoliklarga aprin ishlaringlar texmo xayrli bo'lsin. Sizlarga cheksiz rahmat. Undaqda Abduz apandi qaydo mahsulotlarini doim ko'rganimiz bilan sizni tunji qitim ko'rishimkan. Amsa ekrandagi do'stlarga o'zingizning salomini yo'llag'ash, qaydo shirkati va bu shirkatning qachon qurilganligi haqida ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, rahmat. Ekran oldidagi barliq ko'rilmanlarga, shundaqla bugungi Sabah sahnasini vujudga chiqarib, Sabah sahnasi bizga yoritib, keng xalq ommasiningki jumladan Şinjandagi barliq korxonchilarningki mahsulotlarningki elga eng yaqin o'rindan ko'rinishi uchun to'kib qo'shgan bizningki Sabahliklarga, ya'ni Sabah sahnasidagi qurg'uvchisi Samiga ko'pdan ko'p tashakkur ham rahmatimni bildiraman. Bana bu munosabat bilan, ya'ni bizningki qaydo shirkati bo'lsa 2006-yili qurilib, oilaviy korxona bilan qurilib, ta bugun kunga qadar ko'plagan jafo mushaqqatlarning natijasida xalq hukumatimiz partiyaningki bugungi bizga sahnalarni hozirlab berishning turtkisida qaydoningki 15 yillik tarixi va buguni bo'ldi deb o'ylayman. Mush munosabat bilan Şinjanning har qaysi joylaridagi har millat xalqiga qaydodagi 200 ga nafar barliq ishchi xizmatchilarining salomini va oliy ehtiromini bildiraman. Rahmat sizlarga. Voy rahmat. Bir xilliqi Lazcanga o'xshashlar, nayti joyg'ilab tetitib gap qildik ham. Haqiqatan yaxshi bo'ldi ya. Nurg'un korxonchilarimiz nurg'un ishlarni qilgan bilan so'zgan vaqtda yana ozroq kamtarlik qiladi ham. Sal to'xtab qoladi, lekin Abduz apandi bak keskin. Shuni qaraganda o'sha korxona madaniyatini mo nayt yaxshi egilagan ham natiqlik jihatdami yaxshi tarbiyalanibdi deb o'yladim. Unda bo'lsa hozir qaydo shirkati 15 yil mobaynida qancha xil mahsulotni ishlab chiqargandi? Qaydo shirkatimiz 15 yildan buyon yo'qlikdan barliq kelib, barliq kelgandan keyin izchil taraqqiyot jarayonida keng xalq ommasiniki qo'llab-quvvatlashdan bugungi kunga qadar 63 yildan ortiq shu yemak-ichmak sohasidagi, tetik sohasidagi, ya'ni qiyam sohasidagi mahsulotlarni ishlab bozorga soldi. Jumladan keng xalq ommasiniki do'stxonni mo'l qilish uchun o'zining bir kishi to'kpisini va asli qo'shib qarayman. Albatta, ya'ni keng xalq ommasining bizni qo'llab-quvvatlashidan ayirib qaragan bo'lmaydi. Natija hammamizga mansub deb qarayman. Rahmat. Biz mahsulotni ishlab chiqaramiz. Baho yanla xalqdan bo'ladi ekan. Har millat ommasi yaxshi ko'rdi, chavshilarga chiqirdi, oshxonalarga chiqirdi, oilalarga chiqirdi deganlikning o'zi bu e'tirof qilish. Shundaqmi Abdulla aka? Ha, albatta. Unda bo'lsa 63 xil mahsulot hozir qadar maydon kapdi. Buni hozir qaraydigan bo'lsak, sahnimizga mo ikki tarafga mahsulotlarni tizib qo'ydik. Agar hamma mahsulotni achchiqsak, meyadamda bizning o'rnimizmi yo'q bo'lib ketadi-da, hammasi mahsulot bo'lib ketadi. Shu saboqiy programmamizni mo qo'llab, undan boshqa hamda mushu sahna orqali har millat ommasiga o'zining hozirgi taraqqiyot musofasini, ham hozir qadar ishlab chiqargan mahsulotlarni tuntishni maqsad qildi. Shu sizning mo shu saboqiy programmamizni qo'llig'ingizga rahmat Abduz apandi. Rahmat. Ammo 60 xil mahsulotning ichida qaysi mahsulotlar eng bozor topdi deb qaraysiz? Bizniki mahsulotimizning ichida
asosiyatdan mahsulotlarimizniki setilishi bozor tep sharq osiyatni yaxshi deb qarayman. Bo'libmi? Yag'mish deyman, ya'ni Lozi qiyomi keng xalq ommasiniki jo'sida xuddi sahnadagi bizniki cho'lponlarimizga o'xshash, Abdulla akamga o'xshash har qandaq sahnada cho'lponlarimiz Abdulla akam bo'lmas ko'nglimiz yerim bo'lgan o'xshash. Qayduning yag'mish turmush bir qism do'stxonlarda Kambos Ahmadning tamoqlariniki bir yeri kam bo'ladi deb o'ylayman. Uningdan boshqa biz yaqindan beri biz ishlab chiqargan ya'ni Qaydu Go'mbek qiyomi, Qaydu Mogo qiyomi hamda mushu keng xalq ommasida bo'libmi yoshlarningki iste'mol qilishda yoshlarningki odatdagi turmushidagi eng yaqin hamroyi, eng yaqin do'st bo'lib qoldi deb qarayman. Jumladan Qaydudagi barliq har qaysi 60 xil maslahatni cho'qim hamma odamlarniki, har millat xalqimizniki yoshlarning, cho'nglarning, shundaqli o'tir yoshlarniki seg'inib iste'mol qiladigan, yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan, ham ularning izdab iste'mol qilgan maslahat uchun aylantirish uchun biz har vaqt tirishimiz deb o'ylayman. Bo'ladi, rahmat. Haqiqatan bir keskinlik bor. Gümbemədəkin cixis aşta bulam deyə. Yo'q, bu gümbemədəkmi aştaq bo'lishi mumkin deganda. Bu oblizning aslida söz qobiliyati yaxshi burundan. Yaxshi, rostla, bak bir xil keskin. Masalan, sizmi yeyotqansiz, men Qayduning mahsulotlarida? Yeyman. Shuni bilan buning ichida qaysi sizga bak tetiydi, sizlarning uyda eng ishtik tugaydigani qaysi? Bu akasini tugaydi ish qilib. Tugaydi. Siz o'zingiz eng amriq qaysi? Mana ishga tiqib qo'yib yeydiganingiz. Men hammasiga amriq to'laroq men bu yerlarda yurib qolmas safarda. Safarda. Jiroqda, yaqinda boy dedi-ku, Gümbemədək, Mogo. Mogo qiyomi deymiz, andin yag'much qiyomlari. Lozi janglar. Endi ancha-muncha elvonmasak bo'lmaydigan narsa bu. Bir yelak berib qolsak, hamma jutda hamma yerda o'xshab ketmaydi ba'zi tomoqlar. Oshxonada tomoq yegil kirsam, bizning uydagi bolalarni biladi, do'stlarimni biladi, qaysi tomoqqa yog'much, ochiq suv yoki boshqa tetik aralashtirib yedim, tomoq o'xshamabdi ekanda deydi u qarang. O'sha odatlaninglikman. Sal ta'mir tetimidlar, o'zim yaxshi ko'radigan. Yanchiqdan chiqiriblar. Yanchiqdan masal. Yanchiq tadqiqot qilib ishlab qo'yasiz. Aslan shu bir izni paxsan olgajim. Shu ashundaq. Endi mahsulotlar bak ko'p. Abdulla akamga o'xshash mushtaq ansögen san'atkorlarni obraz vakili qilsak deb arzu qilgan korxonalar ham ko'p. Abdulla akam nima uchun o'sha Qaydu shirkatini tanlab qoldiki? Bizningki tanlashimiz asli bu mahsulot uchun emas, dastlabda bir-birimizni yoritib qolgan gapimiz bormi edi. Shu boshqa bir sabab. Bir choy ichib mo'lashgan bir vaqa. Burundan bu inimmi mening naqshlarimni yaxshi ko'radiki, izchil diqqat qilib anglaydi ekan naqshlarimni. Undan boshqa men bu korxonchi bolalar bilan akalarimiz orqali tunish jarayonida bu obliz bilan bizning tunishganimizga yomon uzun bo'ldi. Gerçi bizning hamkorligimizga ancha uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, o'zaro akufka bo'lganimizga uzun bo'ldi. Gap so'zlari joyida qarasam, bolalarning orasida nayti kamtar, yurib turishi joyida, gap so'zi taxi joyida, qilayotgan ishlari xili bizningki Shinjongdagi har millat xalqining e'tirofiga erishdi. Bu mahsulotlarni ishlaydigan korxonalarni aytdi jiq. Shuni ichida hamdiligi bu bolalar qilayotgan ish bular yerlik mahsulotlarni ham o'zi yerlik bo'lg'ashqa mushu Shinjongdagi bu har millat xalqining ta'm sezgusiga bular puxtada. Masalan, yog'much desakmi, nurg'un yog'much bor, biz uning ichida men birini yaxshi ko'raman, siz birini yaxshi ko'rasiz. Shunga o'xshash. Endi mavu Shinjongdagi har millat xalqi zodi qandoq ta'mda bo'lsa yaxshi ko'rdi degan narsani bular biladiki. Buni hamda asldan biz ko'p kelayotgan bizning planimizga xili uzun bo'lgan. Hamda mening xizmat boshqa ishlarimning jiqligi sababidan vaqt toza to'g'ri kelmay, yor bermay, ondan biroz vaqt uzrab qolgan. Biz yaqinda hamda o'zimning masal mushu ishqa bir tashviqot ishlariga yordamlash burchimning borlig'ini his qildirib qo'ydi bu ukam. Undan boshqa yaqindan beri xizmatlarimizdami azroq mushu ishga qatnashish imkoniyati bo'lib qoldi. Shuning bilan biz bu ishda o'zaro hamkorlashib, mening kuchimdan bu inim foydalansin. Bu ukamning bir ishlaridan men ancha-muncha foydalanay. To'g'ri. Xuddi mushu sabab ham bizniki naqsha sohasida izlanayotgan, yetilayotgan yoki yangi naqsha ishlab taqtish maqsadida ko'proq odamlarni anglatish maqsadida kuchab yurayotgan hatto akalarimiz, adlarimiz, tangtushlarimiz, yoshlarimiz o'ziniki naqsha muzikalarni
ko'proq odamlarga tortadigan bir sahna. Bugun shu ishlarni mana shu inlarimiz qo'llab quvvatlab kelyapti. Demakki bizning ishlarimizning taraqqiyoti faqat hamkorlikdan qarg'ili bo'ladigan ish emas. Mayli qaydu ishlab chiqargan butun mahsulotlar bo'lsin, mayli san'at sohasidagi madaniy fəaliyyətlər yoki ijodiy əmgəklər bo'lsin, o'zaro bir-birimizni qo'llab quvvatlaganda ondan uning o'zi kuchini, uning ma'nosini topqani bo'ldi. Shunga men bu qaydudagi inim bilan akiflikdan boshqa o'zaro mahsulotlar ustida hamkorlashganimdan ben xo'sh bo'ldim. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat. Hamkorliginglar uzun so'zilsin. Haqiqatan mu hamda san'atkorlarimizmi hergiz xohlagancha ma'lum bir mahsulotga obraz akil bo'lmaydi. Uning sifat va ishonch birinchi o'tkal bo'ladi. Shunga Abdulla akam o'zi uzundan beri sizni kuzatib, oldi bilan do'stlikdan taraqqiy qilgan bu hamkorliginglar bo'lg'achqa o'zida bir ishonch paydo bo'ldi. Endi Abdulla apandimdagi ana shu xil keskin xarakter va izchillik bo'lg'achqa Abdulla akamga o'xshash yaxshi bir san'atkorni bunga obraz qilsa, texmi yo'llari ichildiganligiga ko'z yetibdi. Shuningdek, bu ishkelandagi Murat maqsad o'xshash bo'lg'achqa bir ekasizlar deb o'yladim. Hamkorliginglarga ko'z tegmasin. Amsa hamkorlik muvaffaqiyatning yildizi deb aytib kelyapmiz. Go'zal muvaffaqiyatinglarga bir natija bo'lsin, ham sovg'at bo'lsin. Abdulla aka bir chiroyli kuyingizni birni. Albatta, tuvandagi naqsham orqali Muşu sabah sahnasida naqshlarni yaratayotgan barliq do'stlarimizga, insonlarimizga, ham qayduga, ham shundaqla men yaxshi ko'radigan bu riyosatchi singlim Nazgul Tursunjonga baxt, omad, salomatlik, xotirjamlik tilab naqshamni sizlar uchun taqdim etay. Bo'ladi, xo'p, rahmat. Qani birlikda o'zirnaylik. Ki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Ki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Eğer yüreğinden cay versen, dert ve esretlerine dal bulsam. Eğer yüreğinden cay versen, dert ve esretlerine dal bulsam. Ki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Ki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Eğer yüreğinden cay versen, dert ve esretlerine dal bulsam. Madayın menem. Bulsam üzün körgeli, meleğin bulsam hıyal sürgeli. Eğmegin bulsam üzün körgeli, meleğin bulsam hıyal sürgeli. Gergan çağdan söyülgeli, asan kolay dayanıp yürgeli. Gergan çağdan söyülgeli, asan kolay dayanıp yürgeli. İki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Ki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Eğer yüreğinden cay versen, dert ve esretlerine dal bulsam. Madayın menem. Gözler sana bakkanda, halkan sana dil yakkanda. Yat gözler sana bakkanda, göz yeşin bihuda okkanda. Davayın mene, göz yeşin bihuda okkanda. Davayın mene. İki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam. Eğer yüreğinden cay versen, dert ve esretlerine dal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, ya ki tilin uçideki bal bulsam.
ikki qo'shin orasida xol bo'lsam yoki tilim uchidagi bal bo'lsam agar yuragimdan jay bersang dard va hasratlaringga dal bo'lsam modoying mana Rahmat Abdulla aka, pek chiroyli naqsh ekan bu ham. Bir yerlar tiqib saqlab qo'yibgansiz bu naqshni. Qaydoq so'qilman deb. Shu. Nim naqsh bo'lib ketishni o'ylab bu naqshning ismi? Bu naqshning ismi Adoyingman. Rahmat. Pek chiroyli naqsh ekan. Meningcha ekran oldidagi do'stlarim baxo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Texim ko'p do'stlarimiz musobaqa kuyimizdan tarqalgan bu yangi kuyga birlikte biz bilan tanjör bo'lsin. Dehqonlar bo'layotgani Şinjan qayda yemeklik chekishlikda tajdaligini olgan Şinjan Sabah madaniyat taqti chekishlikda ishlagan Sabaki programmamizning alayt sanimizda qayda shirkatining besib o'tgan musofirlari ham Abdulla akamizning yangi kuyi bilan tanishib o'tdik. Unda bo'lsa yana bir narsani so'rag'im keladi Abdulaziz apandi. Bilishimcha sizlar Bayonqulon oblasti Qarish shahar noyisining nomratlarni yo'lash xizmatida izchil to'kib ko'rsatib kelayotgan nuqli korxonalarning biri ekansizlar. Undaqda mushi jihatda ishlangan xizmatlaringlar haqida azroq ko'pchilikka tushuncha beramsiz. Bo'ladi, rahmat. Bu jihatda men ko'plik tushuncha berishdan burun Abdulla akamiz bilan bizniki qayda shirkatniki hamkorligida bir so'zni degim kelyapti. Buni deb bo'lgandan keyin javob bersin deb o'yladim. Bo'ldi. Abdulla akamni boy o'zi deb o'tgandek bizni ini qilib olgandan beri Abdulla akam barliq Şinjandagi Abdulla akamni yaxshi ko'rgan hammamizning akchi deb qarayman. Ham shundoq cho'qim bo'lishga tegishli akalarning birisi deb qarayman. Chunki Abdulla akam o'ziga emas, xalq taalluq odamlarning birisi deb bilaman. Endi Abdulla akamni biz akıllıqqa taklif qilib bo'ldik o'zining ixtiyorlik bilan ham o'zimning ixtiyorlik bilan. Endi yana bir jihatdan bizning qayda shirkatniki obraziga akamishtaq bir turpasingiz degan vaqtda shundoq aqlliq o'rinda turib bevosita menga hargiz ma'qul deb aytgani yo'q. Abdulla akam bo'ladi ukan bir kunlarda men bir o'tay dedi. Shundoq bir vaqt yetgan vaqtimizda qayda shirkatiga berib qaydurning ishlab chiqarish liniyasi va boshqa barliq o'rinni tafsiliy ko'rib ko'zdan kechirgandan keyin Abdulla akam uningdan keyin yana orliq xil vaqt o'tgandan keyin uningdan keyin bizning shirkatning obraz bo'lishga qo'shildi. Mana bu men Abdulla akamning eng yoqtirgan, eng yaxshi ko'rgan bir tarafdan qarang, chunki hamma yaxshi ko'rdi. Chunki Abdulla akam yemak, ichmak, iste'mol nuqtasidan qaragan vaqtda xalq yuz kelalaydigan, hamma yuz kelalaydigan ishdan birini qil deb o'yladim. Ham shundaqla buningdan boshqa barliq korxonalarniki Abdulla akamniki mush fazilatini hammamizning o'rtaq o'rganishning kerak ekanligini jumladan mush keng xalq amisiga ko'rurmanlarga deb o'tkim kelib qoldi xolos. Rahmat ukam, rahmat. Haqiqatan mas'uliyatchan bir Junxo farzandi. Endi bayatın riyosatchimiz Nazgul Tursunjon xonimninki so'rgan savoliga javob bersam, qayda shirkati to'g'ri biz uzundan beri ham shundaqli yaqindan beri ham bundan keyin bizniki noyimizniki nomratlarni yulash xizmatiga oldingi sabta ketyapmiz. Ham shundaq qilish majburiyatimiz bor, ham mas'uliyatimiz bor deb qarayman. Men qayda shirkatniki bosh direktorlik bo'lish salohiyatim bilan faqat o'zimni nima deb o'ylayman deganda men bir kapitan xolos. Shu qaydodan iborat kemini hech qanday qaditoshlarga so'qib qo'ymay, shu dengiz okeanda haydab minishla bu mening majburiyatim, xizmatim deb qarayman. Qaydo shirkati bo'lsa hargizmi bu qaydo shirkatiga mablag' sog'uvchi paychik va shu puldorlarning emas. U umumning, jamiyatning, xalqning mas'uliyati, xalqning mulki deb qarayman. Shuning uchun xalq bizga bergankan, xalqdan elib xalq qaytarishimizning zarurligini turib yetganligimiz uchun qaydo shirkati atrofimizdagi nomratlarni yo'lash, nomratlar uchun xizmat qilish, shundaqla nomratlar bilan har vaqt birga bo'lish uchun har vaqt safarga tayyor. Qaydo shirkati Qarshi noyimizdan 55 nafar, ya'ni arxiv turg'izilgan nomratlarningki boy bo'lishdagi xizmatiga aktiv ovoz qo'shib, ular bilan birga safarga otlanmoqda. Ularga yilda 220 ming yuan Aşlarındaki namratlı yüleş meblağını kaydettikte her yıl uda acırtıp geliyordu. Onundan başka 7 nefer şu arxив turg'izgan namrat ailelerge bakımcılık ügütüş, ular kotan sepiriş, hatta kaydum markasındaki talla bazarlarını sepirip bularınki namratlıktan yüleş hizmetiga her vakit aktif avaz kuşatıdı. Hem de kaydudun ibaret bu. Sahnini bizge hazırlap bergen. Kaydunun bugününü yaratkan hem kayduda bizim bugün kik muş orunda bugün günümüzde hep beriyotgan mush faaliyetlerge bizga hazırlap bergen bizniki partiyamiz, bizniki rahbarligimizniki bizni har qaysi jihatdan dana yetaklashni bu xizmatlardan ayirib qarag'ini bo'lmaydi deb qarayman. Mush munosabat bilan bizniki shu noyimizdagi rahbariy kadrlarga, partiya hukumatga oliy tilaklarimni, rahmatimni bildiraman. Rahmat.
Rahmat. Alamet gap bo'ldi ya ukam. Haqiqatan. Qaydoliqlarningki meni bak ta'sirlantirgan yerim o dal mushu. Bularda bir minnatdor qalb boqiring. Uningdan boshqa mas'uliyat bir engi bak kuchlik bularning. Bir ishni vujudga chiqarish uchun aldirab tinabla bir ish boshlab ketmaydi. Ondan tayyorliklari puxta bo'lgan ahvolda ish boshlaydi-ki, keyin bu ishni izchil davomlashtiradi. Oyoqqa chiqqicha, hatto o'zi ko'zlagan manzillardan ish bog'icha davomlashtirish ro'yi bor. Ondan boya o'zini aytdi, qisqa xicham xulosaladi. Biz bu qaydoliqlarning elni unutilib qolmasa, yani xalqni unutilib qolmaydigan ruhidan burundan ta'sirlaniglik. Hozirgi endi bular taraqqiy qilib bizning hozir hammamiz biladigan bir dаңлық markaga aylandi. Ko'pchilik ancha bak bilib ketmagan vaqtlardan tortiblar o'z yurtiga, Şinjan xalqiga, har millat xalqidan o'zining ahvolidan chiqib bo'lolmayotgan bu shu umumyuzlik halliq saviyaga yetish harpisida bular xalq uchun nurg'un yaxshi ishlarni qilib o'tdi. Bugun degini bularning qilgan ishlarining ma'lum bir qismi. Demak, buang chushin lauji shiming deymiz. Demak, biz aslimizni unutmay, o'zimiz tug'ilib o'sgan shu joydagi namratlardan boshlab yo'lsak, tamchi ko'l bo'lurda har birimizning ko'rsatgan shu kichikina xizmatlarimiz orqali davlatning qudrat topqizish, hammamiz o'rtaq 5 maqsadimizga tang yetalaymiz degan gap. Shuningdek, qaydo shirkatiga o'xshash shunday umumiy manfaatni ko'zlaydigan, har millat xalqining manfaati uchun xizmat qila oladigan korxonchilarimizning ko'plab yetishib chiqishiga chin qalbimdan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, demak biz bu Alaytsam programmamizda har millat iste'molchilarining dasturxoni uchun ham ularning iste'moli uchun xizmat qilib kelayotgan Qaydo shirkati hamda shularning nayti ko'zga ko'ringan ham hammalar e'tirof qilgan ustoz san'atkorimiz Abdulla Abdurim akamiz bilan bo'lgan hamkorlik haqidagi nayti ko'ngillik paranglarga birlikda daxil bo'ldik. Kelaksan programmamiz yana davomli yangi kuylarimiz bilan huzuringlarda bo'ladi. Kelaksanda ko'rishaylikmi undaqda? Undaq bo'ldi. Bo'ldi undaqda. Kelaksanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.